men двойка chizishni boshladim andazasini. Bu yerdan orqa oldim, bu yerdan oldimmi, oldi petlali tumachaga bostiradigan haqlari ham bor. Keyin bu yerdan orqa kaketimiz bor. Kaketda 3,5 sm yopiq skladka qilamiz. O'sha hisob kaket bu yoqqa chiqqan. Keyin kapishoni bor. Kapishonni mana shu oraliqqa joyladim. Qanday material ekonom bo'ladi deb. Keyin bu yerga yangi joylama, shu yangi joylayotganda hozir egasi bilan gaplasha olmadim telefon qilib. Bir tarafi butun chiqadi, ekonom qilsam mana qarang tepaga qancha kiryapti-da. 15 sm ekonom bor. Ikkinchisini bu yoqqa joylashtirsam, ikkinchi yeng chiqyapti. O'shanda materialimiz 1,60 ketyapti. Agarda chok bo'lsa, bir yoq tarafi chokli qilib bitsak yengimizni. Agarda choksiz qilib bichadigan bo'lsa, 10-18 sm ko'proq bo'ladi. Mana pastga tushyapti endi bu gaskiga. Rasxoti 1,80 sm bo'ladi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Chok qilib kamroq qilgan yaxshimi yoki butun qilib ko'proq rasxot qilgan yaxshimi?